Arzonchi endi Anjanda, sizlar ham bildinglarmi? Bilmagan bo'lsangiz yaqinroq keling ekran qarshisiga. Ko'pchilik bildi-yu, odamni qaranglar, hali ochilish kunidan bunchalik ko'pligini. Kirishim bilan chap tarafdagi bagimalarga ko'zim tushdi. 245 mingga bunaqa nabor qayerda bor? 53 ming, ha, qo'limdagi bagima atiga 53 ming so'm. Narxlari bozorni sindirdi desam, zavodda ham bu narx yo'q ekan-ku. Anjanchasiga gapiraman, ishoninglar, 1 million 80 ming so'mga bunaqa idish naborini sizlar zavodda ham topolmaysizlar. To'xtanglar, million deb sizlarni qochirmay, 953 mingga ham shu naborlarni arzonchidan topsanglar bo'lar ekan. Ha, shularning hammasi atiga 953 ming so'm. Ha, tog'a rostdan 51 ming so'm ekan shu qo'limdagi 6 talik nabor. Yo'llar bo'limidan chiqib ketolmay qoldim-ku. Qaranglar, bu mikser 72 ming. Dazmol deysizmi, parli dazmol deysizmi, hammasini arzonchidan topasiz. Sizlar yaqinroq kelinglar, 500 dollarga emas, 508 mingga ham daysnoset bo'lar ekan-ku. 1 million 999 mingga bunaqa katta xalajinlik jahon bozorida ham yo'q, menga ishoninglar. Ertaroq seni nega ko'rmadim? Men 5 millionga jahon bozoridan xuddi sendan sal kichikroqni olib kelyapman-ku deb javrayapman bunga qarab. 2 million 450 mingga kir mashinani 8 kiloligini ko'rganmisizlar? Arzonchida bor ekan. 470 mingga shunaqa plisoslarni topsanglar ham bo'ladi. Konditsionerda xili bor endi. 1000 marta gapirgandan 1 marta kelib ko'rgan yaxshi. Kelinglar, men sizga mazmunni tushuntiray. Andijon shahar markaziy avtovokzal yonidagi arzonchi magazinimizga kelaverasizlar. Mahsulotimiz hamma ajalinglarga yetadi.